Assalamualaikum подписчиклар. Xudo xolasa bugungi videomuz Malibu bo'ladi. Malibu ya dollar svet deymi? 2012 ishlab chiqargan do'stlar. Ishlagan tushiraman. Disklar qo'yilgan, ko'rinib turibdi. Disklar qo'yilgan, bolalari bo'lan mini. Yaxshi sasana turibdi. Buning bahasi 125 million so'm do'stlar. Qaytiladi kelishiladigan bemalol aloqa chiqarsa. Telefonimiz 90 dan 420 0035 raqamini bemalol chiqinglar. Mexanik korobka birinchi va ikkinchi pozitsiya chiqarib bezlyuk bo'lar. Bezlyuk 100 ming 105 ming kilometr yurib turibdi. Konditsioner bari ishlab turibdi. Multirullari bor ekan. Koja salon ekan. Chexollar ham koja etib qo'yibdi bo'lsa. Menga lamay turgan ekan. Nexia 3 ning puli qaytiladi kelishadi do'stlar yana. Ko'rinishlari 4-paketli metan gazlari bor. Cho'tkisasidan kraska bor deydi, bir-ikki detalni deydi, strashniy emas deydi do'stlar. Ustansak teshkatib olaversin deydi, bemalol deydi. Qalasa berib beramiz deydi. Ne ko'rinishlari. Malibu deb yozib qo'yibdi. Koja chig'ollar bor. Ne ko'rinishlari. Kimda shunday mashina bo'lsa sotib olamiz, sotib ham beramiz. Shunday xizmatlarimizni yo'lga qo'ydik. Bemalol aloqa shu nomerga 0035 90 dan 420 0035 raqamga telefon etasizlar. Qanday mashina bola topib bo'lsa sotib ham beramiz, sotib ham olamiz naqdga. Shunday xizmatlarimiz yo'lga bemalol aloqa chiqaraversak. 125 million kelishadi qaytiladi do'stlar. Qatib qolgan bahamiz 2012 yil.